Assalomu alaykum. Bugungi kunimiz 4-may, yakshanba. Mana fermadagi Golshten Simmental sigirlarimizni oziqlanish jarayonlari. Sizlarga buni tuyoqlarni tekizlash jarayonlarini ham hozir ko'rsatib o'tamiz. Obuna bo'lganlar pastcha tugmasini bosib, obuna bo'lishni so'raymiz. Like bosib, yana ham chiroyli videolarni chiqarib borishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Mana bugungi kunimiz 4-may, yakshanba. Mana bu simmental molimiz tuyoqlarni chaqalash jarayonlarini sizlarga video qilib o'tamiz. Mana tuyog'imizni saqlab bo'ldik. Endi mana bu yonlarini shakl berishni boshlaymiz. Bu sababi mollar go'ngda ezganda go'ng oradan chiqib ketish kerak. Go'ng to'planib qolmaydigan qilib mana ikkala yonini olib qo'yamiz. Keyin tuyoq yerga oyog'ini qo'yganda hayvon oyoq o'rnashadi. Shu sababdan ham o'sha oralari olib tashlanadi. Videolarga like bosib, obuna bo'lmaganlar pastga tugmasini bosib obuna bo'lishni so'raymiz. Chiroyli videolar chiqarib borishga harakat qilamiz.